Assalomu alaykum. Men Ikromov Rustam, Toshkentda turaman, Sergeli tumanida. Men shunaqa boshlanishda ancha kelishdi, boshim aylanib, o'g'lim bilan zo'rg'a keluvdim. Juda holda yo'q, yiqilaman deb devorlarni ushlab keluvdim. Xudoga shukur, hozir ancha yaxshi joyiga kelyapti. Xayollar ham juda chalkashiydi. Juda miyalada har xil fikrlar, o'ylar edi. Ertaga nima deydi? Yiqilaman va o'lib qoladi. Doktorlar ham aytuvdi, ancha уже servis bo'libdi, yurak manaqa hamma yoq shamollab o'tib ketgan deyishuvdi. Men ancha Xudoga shukur oyoqqa turdim. Ming shukur, rahmat. Yaxshi hozir ancha. Hozir ancha xotirjamsiz, mana. Xotirjam. Yurganda o'sha transportda yurganingizda ham, masjidlarga borganingizda ham ancha xotirjam, ha? Juda yaxshi keldim, Xudoga shukur. Juda avtobus. Uyqularingiz yaxshi, tiniq. Yaxshi, Xudoga shukur. Boyagi xayollar ketdi. Zo'r yaxshi. Hamma hayollarim yaxshi joyiga kelyapti. Mana bir kundan keyin yana Xudo xolasa yaxshi intervyular beramiz. Xudoga shukur. Inshaalloh. Mindan shukur, rahmat. Allohimga behisob shukronalar bo'lsin. Mana natijalar juda yaxshi, Rustam aka. Rahmat. Uydagilar ham xursand bo'lsa kerak. Alloh shifoyi komil bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bormagan joyimiz qolmadi, mana Xudoga shukur. Mana siz sababchi ekansiz, mana Xudoga shukur. Mindan shukur. Shifo Allohdan, endi biz sababchi. Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.